Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan koreys tilida navbatdagi darsimizni ko'rib chiqamiz. Bugungi o'tadigan mavzumiz full kyujik, ya'ni qoidaga bo'ysunmaydigan harf tovushlar haqida sizlar bilan ko'rishib chiqamiz. Bu tovushlarimiz ba'zi bir grammatik qo'shimchalar yoki ba'zi bir tovushlar sifatida tushib qoladida, uni o'rnida boshqa harflar paydo qilish holati yuzaga keladi. Bugun sizlar bilan shu narsani batafsil ko'rib chiqamiz. Bugun sizlar bilan o'tadiganimiz mana bu ril, ya'ni r yoki l deb o'rgangan tovushimizni tushib qolishi. Ya'ni bu tushib qolishi deganimda 3-4 harfda keladi bularning barchasi va o'sha holatda boyagidek tushib qolish holati yuzaga keladi. Undan keyin mana bu kip yoki bo'lmasam pb deb o'rganganmiz. Mana bu chi yoki s yoki sh deb o'rganganmiz. Mana bu u degan tovushimiz edi. Kelinglar bularni qanday holatda tushib qoladigan ko'rib chiqamiz. Birinchi harfimiz l yoki r deb beradigan tovushimizdan keyin mana bu s, h, n tovushi bilan boshlanadigan grammatik qo'shimchalar keladigan bo'lsa, bu tushib qoladi. Bu qanday yuzaga keladi desak, misolda ko'ramiz. Misol uchun palla degan so'zimiz sotmoq, ya'ni biror narsani sotib yuborish degan narsa keladi. Bizda tabiiyki mana bu dala moq deb berar edi, to'g'rimi? Bu narsani tushirib qoldiramiz va biz tabiiyki aytaylik, qilgan misol keltiradigan bo'lsa, yakuniy qo'shimcha qo'yadigan bo'lsak, qnida, simnida degan narsani qo'yar edik. Endi simnidadan qnidadan boyagida mana bu q bilan boshlanuvchi joyi borligi uchun mana bu tushadida qnida shakli qo'shiladi va bizda hamnida deb turib tuslanadi. Agar misol mana bu pastdagi so'zni ham ko'raylik, bu salda degani bizda yashamoq. Xuddi shu so'zimiz ham bo'lganida mana bu shaklga, ya'ni qnida shakli qo'shilish bo'ladiganda mana bu lisi tushib qolar edi-da. Samnida degan shaklda mana bunday yasab kelar edi. Samnida. Nima uchun bizda mana bu pb degan grammatik qo'shimcha bilan boshlanuvchi qo'shimcha qo'shilayotganligi sababidan bizda l tushib qolyapti. Tushuntirib beraman. Endi xuddi shunday biz n holatiga ko'raylik. Misol uchun sandaga tushirib qoldiryapmiz. Innin degan narsani o'tirdik, bu egalik qo'shimchasi edi. Sizlar bilganlar. Endi bu grammatik fe'l bilan sifatga qo'shiladigan qo'shimchamiz bor. Buni hali keyingi darslarda yana batafsil o'rganamiz. Egalik qo'shimchamiz bilan adashtirib qo'ymaymiz. Bu otlarga qo'shiladigan narsa edi. Sifat bilan fe'llarga qo'shiladigan shunday qo'shimchamiz borki, nin misol uchun olaylik. O'sha paytda tabiiyki bizda n degan tovush kelayotganligi uchun bunda l tushadida mana bu shaklda oladi. Samin, ya'ni yashayotgan degan tarjimani berib yuboradi shu holatda. Yoki bo'lmasa mana bu s holatidagi qanday bo'lar ekan desak, yo'lda degan so'zimiz bor. Yo'lda degani biror narsani ochish, oynakni ochish, eshikni ochish va hokazolar bo'lishi mumkin. Bu holatda mana bu moqni olib tashlaymiz, ochmoqda va bizda tabiiyki mana bu grammatik qo'shimchamiz bor. Seyo. Buni ham hali kelasi darslarda sizlar bilan o'rganib chiqamiz. Mana bu qo'shimchani qo'shadigan bo'lsak, mana bu o'z o'zidan tushib qoladi. Mana bu shakl bizda paydo bo'ladi. Yo seyo, ya'ni oching degan narsa bo'lyapti. Bu narsani yaxshilab daftarimizga yozib olamizda, keyingi tovushni ko'rib chiqamiz. Keyingi tovushimiz bizda pb degan tovushni berar edi. Bu tovushdan keyin, ya'ni mana bu nig degan tovush bilan boshlanuvchi grammatik qo'shimchalar keladigan bo'lsa, bizda p tovushi tushadi va tushishi bilan birgalikda u bilan o degan tovushimizni paydo qiladi. Kelinglar buni batafsil ko'rib chiqamiz. Oryapta degan so'zimiz bor. Bu oryapta degan so'zimiz qiyin degan ma'noni beradi. Endi dalarni biz bilamiz, tushirib qoldiramiz har doim. Nima uchun? Bizda moq degan tushunchani berar edi. Endi kelinglar shunga norasmiy uslubdagi ayo oyoni qo'shib ko'ramiz. Misol uchun tabiiyki biz aytyapmiz, nima bilan boshlanuvchi qo'shimcha keladigan bo'lsa tushadi deyapmiz. Mana bizda kelyapti va mana bu qini ham tushirib qoldiramiz. Endi bundan buyog'iga ayo bizga nima qarab qo'shilardi? Ullilarga, ya'ni yorug' va qorong'uliga qo'shiladi. Mana bu yo bizda qorong'u ullilar turkumiga kirganligi uchun oyo shaklini qo'shamiz va biz o, yo degan joygacha kelamizda, qilni tushirganligi uchun bizda mana bu u tovushi bo'ladi. Ya'ni qorong'uliklar bilan boshlanadigan bo'lsa, bizda qo'shiladigan narsamiz tabiiyki bizda u tovushi paydo qiladi. Mana bu joyda mana paydo qilyapti-da. Mana bu negasi ham tushib qolyapti-da. Vo degan sizlarning birinchi darsimizda ko'rib chiqqandik, difton, ya'ni murakkab o'yinlar. O'sha narsa paydo bo'lyapti-da. O, yo, vo, yo degan narsa yuzaga kelyapti. Endi yana bittasini ko'rib chiqaylik. Karyopta. Bu biron joyda bo'yagida qichi. Buni ham xuddi shunday moqni olib tashlaymiz va tabiiyki biz qo'shishimiz kerak norasmiy uslubda ayo oyosini. Mana buni ham tushirib qoldiramiz. Nima uchun? Bizda mana bu nega kelayotganligi sababligidan. Endi tini tushish holati bilan bizda nima paydo bo'lyapti? Tepadagi, ya'ni undan oldingi ulli, qorong'uliklar turkumiga kirganligi uchun o'z-o'zidan boyagida yana u tovushi paydo qilyapti. Mana bizda mana bu joyda u tovush paydo bo'ldi. Mana buni yozingda, karyo. Endi xuddi shunday bunda ham o, ya'ni nega tovushi tushadi.
va vo degan diftonni yasidida bizda qaryovoyo degan norasmiy uslubdagi gapimizni yasab olamiz. Demak, qichimoq deganda qichyapti yoki bo'lmasa oyapti, qiyin bo'lib boryapti degan narsani yasab oldik. Xo'p, buni ham daftarimizga yozib olamizda va keyingi tovushni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Keyingi tovushimiz bizda shit, ya'ni s yoki sh tovushini berar edi. Bu tovushdan keyin nega tovushi bilan boshlanishi grammatik qo'shimchalar kelsa, grammatikalar kelsa, shu qoladi. Bunda hech narsa paydo bo'ladi yoki bir narsani o'zgartiradi degan narsa yo'q. Shunchaki tushadi bo'ldi. Buni misollarda ko'rib chiqamiz. Putta, bu biron joyda ishchi, biror joyga bo'lsak, o'sha joy latif ishadi. O'sha so'z endi bunda tabiiyki moqini olib tashlaymiz va oxirida biz boyagi norasmiy uslubdagi oyo degan shaklda qo'shaylik misol. Va aytyapmizki, mana bu nega bilan boshlansa, bizda nega bilan boshlanyapti yana. Shuning uchun mana bu so'z tushib qoladi va nima paydo bo'ladi? P bilan uni shunday yozamizda, mana bu ham boyagi ko'rib chiqqanimizdek nega degan tovush chiqadi, foyo degan tovush yuzaga keladi. Ya'ni ishyapti degan, ishmoqdan ishyapti degan narsa yuzaga keladi. Ikkinchisi, madda. Buni ham xuddi shunday dasini o'tashlaymiz. Nima uchun? Moq degan tushunchada. Bu yaxshilashmoq, ahvoli yaxshilanish, bemorda holati yaxshilanish degan narsalarga ketadi. Va bunda ham tabiiyki biz norasmiy uslubda qo'shamiz va nega bilan boshlanadi. Sisi tushadi. Tushib qolgandan keyin demak biz mana bularni yorib va qarong'uga qarab qo'shib ketaveramiz esimizda. Va ayosini qo'shamizda bolalar mana shu so'zni esda qolsin bizda nayo degan shaklda ham qilsak bo'ladi yoki naayo degan shaklda ham yozsak bo'laveradi. Qaysi shaklda yozsalaring ham bu xato hisoblanmaydi. Xo'p, mana bunday shakl yuzaga keladi. Nima hisobidan bizda nega qo'shilayotganidan siz tushib qolyapti, nayo, ya'ni yaxshilashyapti. Bemorimizni holati yaxshilashyapti. Umuman kompaniyamizning iqtisodiy holati yaxshilashyapti degan qandaydir bir gaplarni keyinchalik tuzadigan bo'lsak, mana shu holatda biz norasmiy uslubda gapirsak bo'ladi. Xo'p, undan keyingi tovushni ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Xo'p, bu n o'zbek tilimizda bunaqa tovush yo'q deb ko'rgan edik. Nima edi bu? Degan tushunchani beradi. Rus tilimizda o'sha yozig degan so'zlardagi o degan harf edi. Dan keyin bunda ham xuddi shunday, boyagi s bilan bir xil n ga tovushi bilan boshlanuvchi grammatik qo'shimchalar qo'shiladigan bo'lsa, bu tushib qoladi. Qanday bo'ladi? Biz sizlar bilan yeppida degan so'zni o'rganib chiqdik. To'g'rimi? Bu nimani beradi? Bizda yeppida chiroyli degan narsa edi. Chiroylini moqini olib tashlaymiz. Va oxirida nima bo'lyapti? Biz mana bu qo'shimchani qo'shayotganligimiz sababidan, mana oyoni qo'shayotganligimiz sababidan mana bu tushadi. Va oyoni nima qilib qo'shamiz? Undan keyingi ulli yoki qorong'u boyagindek undoshiga qarab turib, yorug' yoki qorong'u undoshiga qarab qo'shamizda biz poyo degan narsani chiqarib olamiz. Mana bu harfimiz bizda qorong'uliklar sirasiga kiradi, shuning uchun oyo qo'shdik. Xo'p, yana bittasi hopida degan so'zimiz bor. Bu band bo'lmoq degan tushunchani berar edi. Xo'p, buni ham moqini olib tashlaymiz. Va tabiiyki bizda nega tovushi bilan, ya'ni mana bu yumaloqcha bilan boshlanuvchi grammatik qo'shimcha qo'shilyapti. Mana bu kelyapti. Shuning uchun mana bu i harfi ham tushadi. Tushib qoladi va natija nima bo'ladi? P a mana bu ikkitalik egiz t yozib olamizda. Mana buni tushirgan holatda papaya degan narsani yasab olamiz. Ya'ni band bo'lmoqdan band bo'lyapman degan narsani yasab oldik. Xo'p, buni daftarimizga yozib olamiz va uyda hozirgi bugungi o'tilgan mavzularimiz hammasini ko'rib, yaxshilab o'rganamiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha. Xayr.